Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. 12 may günü Amerika, Angliya və Germaniya Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı məxsus Sharq Turkiston kişilik hüquq tor yığınını ötküzüb, Uyğur və başqa türk millətlərinin ziyankeşlik uçuruşunu müzakirə qilmoqchi. Bu yığınni təşkil etgüçilər Amerika, Angliya və Germaniyadan başqa Avropadakı bir qism dövlətlər, Avstraliya və Kanada qatarlıqlarını öz içigə alğan. Amerika, Angliya və Germaniyanın baş elçiləri, Kişilik hüquqni kuzatish tashkilotining ijroiya mudiri Ross va Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi mazkur yig'inda Sharq Turkiston masalasi Uyg'urlar haqida alohida so'z qilishga o'rlashtirilgan. Xitoy Kompartiyasi bu yig'inga norozilik bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni boykot qilishga chaqirgan bo'lsa-mu, hech qanday davlat buningga javob qaytarmagan. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken buning oldida Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ichki ish emasligini, chunki Xitoy Kompartiyasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti universal kishilik huquq ahdnomasiga imzo qo'yganligini bildirgan. Şunun bilan bir vaqtda Xitoy bilan Turkiya 2021-yil diplomatik munosabat o'rnatilganligining 50 yillik munosabati bilan Xitoy Kommunistik partiyasining cho'ng tipdagi chet el tashviqot faoliyati, Turkiya Milliy ma'rif ministerligi, Xitoyning Anqara turishlik elchixonasi va Anqaradagi xalqaro bilim, kultur vaqfi birlikda Xiyolimdagi Xitoy mavzuliq rasm ko'rgazmasini etishi Turkiyada zo'r g'ulg'ula paydo qilgan bo'lib, turk tor dunyosida Sharq Turkiston masalasi va Uyg'ur kishilik huquqi bosh tema qilingan puhralar harakatiga aylangan. Egilgan ma'lumotlarga asoslanganda Turkiyadagi ba'zi o'qitish partiyalar va ba'zi ommaviy tashkilotlar Xiyolimdagi Xitoy nomli rasm sizish musobaqasiga qarshi turish uchun Xiyolimdagi Sharq Turkiston temasida rasm sizish musobaqasi o'tkazishga tayyorlik qilmoqda. Xitoy Kompartiyasining 2020-yilning oxirida tamomlagan nopos tekshirish statistik sonliq ma'lumot natijalarini aslida aprel oyining 5-ida e'lon qilinish planlangan. Ammo kechiktirib 11 may kuni atigan soat 10da Xitoy Kompartiyasi muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, 7-qatimliq mamlakat nopos tekshirishining asosliq sonliq ma'lumot statistik natijasini, ya'ni Xitoy davlatining umumiy noposining 1,410,178,000 ekanligini, 2010-yildagi 133,972,000 nopos bilan solishtirganda 72 million, ya'ni 5,38% oshganligi e'lon qilingan. Lekin Xitoy Kompartiyasining e'lon qilgan bu sonliq ma'lumotlari mutaxassislar va to'rdoshlarning har xil gumonlarini qo'zg'agan. 27 aprel kuni Angliya pul muomala vaqt gazeti bu ishdan xabardor kishilarning so'zini naql keltirib, Xitoyning nopos tekshirishni 2020-yil dekabr oyida oxirlashtirganligini, ammo umumiy nopusning oziyishi sababidan bu sonliq ma'lumotning intayin sezgir ekanligini, barliq Xitoy hukumat tarmoqlari sonliq ma'lumotda o'rtaq tonish hosil qilgandan keyin ondan e'lon qilganligini bildirib, bu qitimliq nopos tekshirish natijasining 1960-yillardagi cho'ng ocharchilikdan buyanqi tunji nopusning tövallishini aks ettirganligini, cho'ng ocharchilikni mavzudan qo'zg'agan cho'ng sakrab olg'a ilgirlash siyosati keltirib chiqarganligini va kam deganda 10 milliondan ortiq kishining o'lishini keltirib chiqarganligini ta'kidlagan. Xitoyning umumiy nopusining oziyishi munozir talab qilmaydigan paket. Hozir yoshlar bolalik bo'lishni xohlamaydi. Xitoy Kompartiyasining necha 10 yildan buyanqi bir bolalik siyosati nopusning tövallishini keltirib chiqargan. Xitoy Kompartiyasi azaldan saxtalik qilib kelgan bo'lib, har qanday vaqtda haqiqiy ahvolni e'lon qilmaydi. E'lon qilsa-mu haqiqiy ahvol va sonliq ma'lumotlar zo'r darajada o'zgartirilgan saxta ma'lumotlar. U haqiqatning jamiyat ko'rsatadigan ta'siridan qo'rqib, ziddiyatni eng tuvanchaga tushirib kelgan. Amerikadagi Washington uchur va strategik tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Xitoyning amaliy nopus sonliq ma'lumotlari bilan hukumat e'lon qilgan son orasida 100 milliondan ortiq farq bo'lishi mumkinligini oshkorlab, Xitoy Kommunistik partiyasi ilgari o'tirib qo'ygan Xitoy nopusining 1,400,000,000dan oshganligini, ammo hozir faqat 1,200,000,000 atrofida ekanligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasining Markaziy bankisi ilgari undidorning rasmiy hisobotida hujjat tarqatib, Xitoyning nopus vaziyatining o'zgarganligini, nopusning tuvallash nisbatining tasavvurdan olqib ketganligini, shunga tug'utni butunlay erkinlashtirish va bolalik bo'lishga rag'batlantirishni tavsiya qilgan. 2019-yilning oxirida Xitoy virus tarqalgandan buyon Xitoy Kompartiyasi yo'qomlanish va qazo qilganlarning haqiqiy sonini oshirgan. Shundaqla nopusning zo'r darajada tövallishidagi sabablarning biri deb gumon qilingan. Garchi Xitoy Kompartiyasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar yanada Xitoy nopusining eshishi bo'lsa-mu, ammo hech kim Xitoy Kompartiyasining so'ziga ishonmagan. Amerika dengiz armiyasi 5-flot yaqinida Shimoliy Arab dengizining xalqaro rayonida hech qanday bir davlatning bayrog'ini taqamagan bir yelkanli kemida nurg'un qonunsiz Xitoy va Rossiya qurollarini qo'lga tushirgan. Amerika armiyasi hozir qurol manbasini va atkazchilik manzilini tekshirmoqda. Amerika dengiz armiyasi 5-flot bayonotida atkazchilik o'q-to'rlarning 3000 ga yaqin Xitoyda yasalgan 56 tipli hujum qilish miltiqi, yuzlagan pulemyot,
Mərgən miltiqi və granat qoyub bərgüç qorallar, hamda Rusiyada yasalğan 10 neçə Bronovga qarşı başqurulğan bomba qatarlıq jang qorallar bor ekan. Amerika armiyasi qoral ep mangan yelkenlik kemining davlat tavalligi yo'qligini va bu qorallarning kelish manbasi va manzilni tekshirayotganligini bayon qilgan. Növətdə Xitay virusi yuqumining oldini olish, tizginlash kuchaymoqda. Yuqumning oldini olish, tizginlashni doimlashtirishda maskani taqashdan burun maskani elib o'tgandan keyingi tasiqlikni yaxshi qilish kerak. Maskining oldigini farqlantirish. Maskani boshqalar bilan o'rtaq ishlatmaslik kerak. Bir qitimliq davolashda ishlatilgan maska bilan tashqi kasalliklar maskasini ishlatishda chek qo'yilgan bo'lib, maskani qarallik almashtirib turish, yuvish yoki dezinfeksiya dorilarini ishlatish, qizitish qatorliq usullar bilan dezinfeksiya qilingandan keyin ishlatishga bo'lmaydi. Tekrar ishlatishga tegishli maskani ishlatib bo'lgandan keyin pokiz, qurg'oq havo tushadigan joyga esib qo'yish yoki uni pokiz, havo tushadigan qog'oz xaltaga sepib qo'yish kerak. Maskani ayrim saqlab, o'zaro uchrashishdan saqlanish hamda maskani ishlatuvchilarni farqlantirish kerak. Zapas maskani asladagi o'rash xaltasida saqlash kerak. Agar mustaqil o'ralmagan bo'lsa, bir qitimliq ishlatilgan yemeklik xaltasida saqlashga bo'ladi. Uning shaklining o'zgarib ketmasligiga kafolatlik qilish kerak. Maska ho'l bo'lish, maynat bo'lish yoki shakli o'zgarish qatorliq ahvollar ko'rilgandan keyin vaqtida almashtirish kerak. Sog'lom kishilar ishlatgandan keyingi maskani turmush axlatlarini turga ayirish talabi bo'yicha bir taraf qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.